Assalomu alaykum. BMW 3-seriya 7-avlod M340i. Mashinamiz 2022-yil 45 000 km yurgan atigi. Benzin. Ideal holatdagi BMW avtomobili. Mashinamiz narxi 58 900 000 won. Dollarga $40 500. Hozirgi kurs bo'yicha $40 to'g'ri keladi. Akalar nima deyapti? BMWning mo'jizalariga sekin videoni tashlab yuboramiz akalar. Salon nima deyapti ekan? Endi salonni ko'raylikchi. Salonimiz mana ko'rib turganlardek oranjiy salon. Mashinaga chiqqani to'g'ri sajolat qilyapman akalar. Oyog'im mana qor. Mashinaga chiqsam hozir mashinaning ichi suv bo'lib ketadi. Hop, salonimiz oldi sidinalar mana elektronik, sidina panellarigacha bor. Ideal holatdagi mashina mana. Nimasi bor? Komfort, hamma narsasi bor. Ta'riflashga til ojiz. 360 kamera, monitor, lyuk, black box, high pace. Akalar o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar BMWni qanday funksiyalari borligini. Aloqaga chiqaverasizlar. Kimga shunaqa mashina kerak bo'lsa, ekspertga ham chiqadi bunaqa mashina albatta. Ekspert bilan shug'ullanadigan ukaxon bor. Men yaxshi bilaman ekspert haqida. Shu ukaxonning nomerini beraman. Bemalol bog'lanib shunaqa mashinalarni olib ketishingiz mumkin. Inomarka mashinalar sistemadan akalar. Mana oldinda Mercedes turibdi. Bu yonimda ham BMW. Bu yoqda ham BMW. Kia avtomobillari, Hyundai hammasidan bor akalar. Aloqaga chiqaverasizlar.